Homilador ayollarga va bolalarga yod qanchalik muhim? Dunyo aholisining qariyb 2 milliardga yaqini yod tanqisligidan aziyat chekadi. Homila uchun yod juda ham muhim. Birinchidan, uning aqliy faoliyati, asab sistemasini rivojlanishi uchun. Ona uchun esa uning moddalar almashinuvi, gormonlarning holati uchun eng muhim element hisoblanadi. Iste'mol qilinayotgan mahsulotlarimizda yodning miqdori organizm uchun yetarlimi? Yo'q, yetarli emas. Ayniqsa bizning mintaqada kunlik ehtiyojimizni qoldiradigan darajadagi yod iste'mol qilayotgan ovqatimiz orqali yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun albatta yod preparatlarini qabul qilish darkor. Siz qaysi birini tavsiya qilgan bo'lardingiz? Organik yodni tavsiya qilgan bo'lar edim. Sababi organik yoddan qancha iste'mol qilsangiz yoki dozani oshirib yuborsangizda intoksikatsiya holati kuzatilmaydi. Organik yod bilan noorganikni afzalligi nimada? Organik yod va sintetik yodning bir-biridan farqi ularning so'rilishida. Yodni ko'p iste'mol qilish xavflimi? Agar tabiiy organik shakldagi yod bo'lsa, xavfli emas. Homiladorlikda qanday dozada tavsiya etiladi? Homiladorlikni 3 ta trimestrga bo'lib olsak, birinchi trimestrda eng muhim davr hisoblanadi. Uning asab sistemasi, organlarni rivojlanayotgan bosqichi, ayniqsa shu bosqichda yod juda ham muhim. Homiladorlik uchun dozasi bir kunlik doza 200-250 mikrogramm. Yod bu oddiy mikroelement emas. Bu bolaning miyasi, intellekti va kelajagidir.